Bir kishi Hasan Basriydan so'ragan ekanlar, bir maslahat so'ragan ekanlar. Qizim boru kimga turmushga beray deb so'ragan ekan. Shunda Hasan Basriy aytgan ekanlarki, Allohdan qo'rqadigan odamga ber degan ekan. Chunki Allohdan qo'rqadigan odam yaxshi ko'rsa ayolini hurmat qiladi. Mabodo yomon ko'rgan taqdirda ham ayoliga zulm qilmaydi hech qachon degan ekanlar-da. Mana shu joyda azlar siz bilan biz Allohdan qo'rqamizmi, yo'qmizmi? Alloh taologa taqvodor insonmizmi, yo'qmi? Mana shu Hasan Basriyning so'zlariga o'zimiz hisob ko'raylik. Mabodo ayolini yoqtirmagan taqdirda ham hech qachon unga zulm qilmaydigan odam haqiqiy Allohdan qo'rqadigan odam shundoq bo'ladi. Bugungi kunda urayotgan, fahsh so'zlar bilan so'kayotgan, zulm qilayotganlar. Bilib qo'ying, sizlar Allohdan qo'rqadigan odamlarni qatoriga kirmayapsiz. Allohdan qo'rqadigan odamlari qatorida bo'lganingizda, yomon ko'rgan taqdiringizda ham ayolingizga hech qachon zulm qilmas edingiz.